jahon chempionatiga chiqqanimiz haqida gapirsam badanda titrash bo'ladida. Cannavaro kelgandan so'ng terma jamoamizda nimalar o'zgardi? Ko'p muddat ishlamadik, shuning uchun hali baho berishga erta deb o'ylayman. Timur akadan oldin Katanisni ketishini xohlamagandik, lekin uni sog'lig'i bilan muammo bo'lgani uchun jamoadan ketishga majbur bo'ldi. Jahon chempionatiga chiqqan har bir terma jamoa shu dunyoning eng kuchli terma jamoalari. Biz o'sha yerga bordikmi, har qanday terma jamoa bilan tengma-teng kurashishga, maydonga chiqdikmi, kerak bo'lsa g'alaba qozonishga borimizni berishga majburmiz. Portugaliya bilan kurashamiz. Hech kim bizni balkim Yevropada boshqalar outsider deyishi mumkin, lekin o'zimiz jamoaning ichida biz outsidermiz deb aytmaymiz, chunki maydonga chiqdikmi kurashamiz. Chiqamiz maydonda borimizni beramiz, qo'limizdan, oyog'imizdan kelgan hamma ishni qilamiz, o'yindan so'ng rezultatni ko'ramiz. Siz uchun O'zbekiston tarixidagi eng yaxshi futbolchi? O'zim ko'rganlarim ichida Odil Ahmedov. Assalomu alaykum. Bugun sport, bugun futbol obunachilari, futbol ixlosmandlari. Bizda navbatdagi intervyu suhbatdoshimiz O'zbekiston milliy terma jamoasi hamda Eronning Istiqlol klubi himoyachisi Rustam Ashurmatov aka. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Ko'rganingizdan salomat bo'linglar. Rahmat. Aka, yaqin Sharqdagi holatni hamma biladi. Hozir biroz notinchlik u yerda va tabiiyki u yerdagi o'sha sport tadbirlari, jumladan futbol turnirlari ham qoldirilgan. Va siz nimani Toshkentda ko'rib turibmiz. Toshkentga qaytish qiyin bo'lmadimi? Yo'q, qiyin bo'lmadi. Nimagaki, o'sha urush boshlanishidan oldin, bir kun oldin biz o'yin o'tkazdik. O'yindan keyin jamoamiz 2 kun dam berdi. Shu o'yindan qaytayotganda jamoadoshimizdan biri shu 24 soat ichida hujum bo'ladi degan xabarni yetkazdi. Shundan keyin urush boshlanmasdan men Dubayga chiqib ketdim oilam bilan. Shuning uchun menda muammo bo'lmadi. Boshqa o'zbek futbolchilarimizda ozgina muammo bo'ldi. Tehrondan Tabrizga, Tabrizdan Turkiyaga chiqib ketishdi, baribir uzoq yo'l mashinada bosib o'tishdi. Shuning uchun ularda ozroq qiyinchilik bo'ldi. Tushunarli. O'zi jamoangiz chempionlik uchun kurashayotganda Eron chempionati endi mana bunday holat bo'lib to'xtatilib turibdi. Chempionatlar va biroz baribir tanaffus bo'ladi. Qanchadir muddat bilmaymiz, tanaffus bo'ladi va qaytganingizdan so'ng jamoa yana o'sha chempionlik ritmiga, chempionlik poygasiga kirib ketish qay darajada qiyin kechadi? Endi hozir menimcha katta ehtimol bilan jahon chempionatidan so'ng yangi chempionat boshlashsa kerak deb o'ylayman. Davom ettirish menimcha o'zi qiyin bo'ladi, chunki agar hozir qachon qaytishimizni ham bilmayman, hech qanaqa xabar, yangilik hozir hech kim bilmaydi, to'g'risini aytsam, Erondagilar ham bilishmaydi. Shuning uchun jahon chempionatigacha hozir menimcha imkonsiz chempionatni qaytarish. Shuning uchun yangi chempionat bilan boshlasak kerak. Bu degani sizning jamoangiz Istiqlol chempion deb e'lon qilinadi agar. Endi hech narsa aniq emas, uni ham bir nima deyish qiyin. Balkim chempion deb e'lon qilinar, balkim chempionlik hech kimga nima deydi, berilmas. Hozirgi vaqtda qaysi jamoada mashg'ulot olib boryapsiz, mustaqil ravishdami? Hozir kelganimizdan so'ng birinchi terma jamoamiz murabbiylari bilan mashg'ulot o'tkazdik, individual. Men Oston O'runov. Keyingi kunlar o'sha murabbiylar tavsiyasiga ko'ra Bunyodkor jamoasi bilan hozir mashg'ulot o'tkazyapmiz vaqtincha. Sport formamizni ushlab turish uchun. Unda ham terma jamoamiz murabbiylari nazoratida. Shu terma jamoamiz yig'iniga qadar Bunyodkor bilan shug'ullanib turamiz. Holatimizni yaxshilashga harakat qilamiz. Formamizni yo'qotmaslikka. Shu. Agar yaqin Sharqdagi vaziyat yumshamasa, baribir qaysidir klubda nima deydi, baribir faoliyatingizni davom ettirishingiz kerak. O'zingiz aytganingizdek formada bo'lib turishingiz kerak. Jahon chempionatidan keyin ham baribir qaysidir jamoada faoliyatingizni davom ettirishingiz kerak va bu menimcha Bunyodkor klubi bo'ladimi shunda taxminan? Yo'q, bu Bunyodkor klubida mashg'ulotimiz faqat o'zimizni mashg'ulot sport formamizni ushlab turish uchun xolos. Va kelajakda bo'lishi mumkin, buni inkor qila olmayman, lekin maqsad sport formani ushlab turish uchun mashg'ulot bo'lyapti Bunyodkorda. Kelajakda qaysi jamoada o'ynayman, qaysi jamoaga boraman, buni hali o'zim ham bilmayman. Nimaga? Hozir biz FIFAdan qaror kutyapmiz. Agar FIFA ruxsat beradigan bo'lsa, O'zbekiston chempionatiga ishtirok etishimiz uchun o'shandagina qaysidir jamoalar bilan muzokara qilamiz, gaplashamiz. Kim qaysi jamoa ko'proq, misol uchun meni kerakligim o'ziga ishontira olsa, o'sha jamoa bilan shartnoma qilamiz. Rustam aka, oldinda FIFA seriyasi turniri kutib turibdi terma jamoamizni. Bu turnir uchun jamoa qachon yig'iladi va undagi raqiblar haqida fikringiz bilan
bilmoqchi edik. Xo'sh, yig'in 22-martdan boshlanadi. Ungacha aytib o'tganimdek, shu mashg'ulotlarda o'zimiz Bunyodkor jamoasi bilan boshqa futbolchilar, misol uchun Odil Hamrobekov, Igor Sergeyev adashmasam Paxtakorda shug'ullanishyapti. Ungacha shu jamoalarda shug'ullanib turamiz. Undan so'ng jamoa yig'iladi 22-martda va o'sha FIFA Series turnirida ishtirok etamiz. Terma jamoa raqiblariga keladigan bo'lsak, Gabon, Venezuela va Trinidad Tobago. Xo'sh, Gabonda o'zimni jamoadoshim o'ynaydi. Endong Istiqlolda. Qiziq bo'ladi. Endi ular terma jamoalar haqida hali to'liq ma'lumotga ega emasman. Shu jamoa yig'ilgandan keyin har qanday ma'lumotni murabbiylarimizga berib borishadi, o'rgatishadi, jamoa bilan tanishtirishadi. Shundan so'ng u terma jamoalar haqida nimadir deyish mumkin, lekin qiziq bo'ladi, chunki o'zimizga ham qiziq. Baribir jahon chempionatiga chiqdik. Venezuela ham misol uchun kichkina jamoa emas. Shuning uchun o'zimizni sinab olish uchun yaxshi bo'ladi. Faoliyatingiz davomida turli chempionatlarda to'p tepgansiz. O'zbekiston chempionatida ham agar shular mana chempionatlarni solishtirganda qaysi birini kuchliroq deb ayta olasiz? So'zsiz Rossiya Premyer Ligasini o'zim o'ynagan eng kuchli liga deb ayta olaman. Agar O'zbekiston chempionatini o'sha hozirgi O'zbekiston chempionati deylik, kuzatib borasiz-ku, baribir yildan yilga darajasi o'sib bormoqda. O'zbekiston chempionatini Eron chempionati bilan taqqoslaganda tafovutlar qanaqa? Tafovut deganda unaqa katta tafovut yo'q. Farqi Eron chempionatida ko'proq kurashlarga boy, tezlik ko'proq e'tibor beriladi. Shu o'yin davomida ko'p kurash bo'ladi. Maydonning holati ham O'zbekistonda hozir maydonlarimiz ancha yaxshilashdi-ku. Shu tomonlama Eron ozgina ortda, lekin o'yinlar, jamoalar bir-biriga kurashi balkim qaysidir ma'noda kuchliroq bo'lishi mumkin. Sababi yaxshi legionerlar keladi. O'zingiz bilasiz, kichkina pulga kelmaydi. Misol uchunda shuni hisobiga balkim qaysidir ma'noda ustunroq bo'lishi mumkin, lekin unaqa katta farqi yo'q. Afsuski, jahon chempionati yaqinlashgani sari bir nechta o'sha terma jamoamiz a'zolari jarohat olayotgani haqida xabarlar chiqmoqda. Husniddin Aliqulov jahon chempionatini o'tkazib yuboradi degan xabarlar chiqdi. Afsuski, Jaloliddin Masharipov ham yaqinda o'sha operatsiya qilindi va reabilitatsiya jarayonlarini boshdan o'tkazmoqda. Masharipov sizni jamoadoshingiz. Hozirgi holati qay darajada va jahon chempionatida ishtirok etish ehtimoli qanday? Jalol aka Masharipov bilan tez gaplashib turamiz, ko'p gaplashamiz. Holatidan endi to'liq baribir uni o'zi ko'proq biladi, lekin holati hozir ancha yaxshi. Aytganingizdek, reabilitatsiya jarayoni o'tyapti, yugurishni boshlagan. Katta ehtimol bilan jahon chempionatigacha maydonga chiqadi deb umid qilamiz. O'zi ham bunga ishonadi, murabbiylar ham unga yordam berishyapti va ishonishyapti. Agar maydonga chiqadigan bo'lsa, katta ehtimol bilan jahon chempionatiga boradi. O'zi butun dunyoda bo'ladigan holatda mana degan mashhur futbolchilar ham, shu klubda zo'r o'ynagan futbolchilar ham jahon chempionatini o'tkazib yuborish holatlari har jahon chempionatida bo'ladigan holat. Umuman mana shundan nima deydi, cheklanish uchun nima qilish kerak futbolchi? Bundan cheklanib bo'lmaydi. Sababi biz baribir futbolchimiz, futbol kontaktli sport turi. Shuning uchun bundan qochib bo'lmaydi. Agar o'zingizni himoya qilib yo qayerdadir o'zingizni ehtiyot qiladigan bo'lsangiz, o'zingiz xohlagan futbolni o'ynay olmaysiz birinchidan. Jamoaga bu minus bo'ladi. Jamoa yutqizishi mumkin. Murabbiylar ko'z oldida misol uchun siz yomon ko'rinishingiz mumkin. Hech qaysi murabbiy bu narsani xohlamaydi. Albatta futbolchi ham bu narsa bo'lishini xohlamaydi. Shuning uchun biz majburmiz 100% maydonda borimizni berishga. Bu klub bo'ladimi, terma jamoa bo'ladimi? Shuning uchun bu narsadan qochib bo'lmaydi. Bu faqat nima deydi, jarohatlar faqat o'sha futbolchini bir qisman qaysidir omadsizligi desak to'g'riroq bo'ladi. Misol uchun Husniddin Aliqulov ham juda katta yo'qotish biz uchun. Himoyamizda eng muhim o'yinchilardan biri edi. Yo'qotish, o'rnini to'ldirish qiyin bo'ladi albatta. Xo'sh, bundan qochib qutulib bo'lmaydi. Masharipovga ham, Husniddin Aliqulovga ham, xudo xolasa tezroq sog'ayishlarini tilab qolamiz. Umid qilamizki, tezroq safga qaytib terma jamoamizga yordam berisha oladi. Keyingi savolim Rustam aka, o'tgan yili Fabio Cannavaro terma jamoamiz bosh murabbiyi sifatida e'lon qilindi. Ko'plab murabbiylar qo'l ostida terma jamoamizda to'p tepgansiz. Hammasini nima deydi, uslubida ishtirok etgansiz, taktik sxemalarida. Umuman Cannavaro kelgandan so'ng terma jamoamizda nimalar o'zgardi? Cannavaro kelgandan keyin albatta muhit o'zgardi. Baribir Yevropa muhitini olib kirishga harakat qildi. Maydonda ham o'zi bilgan narsalarni
biz bilgan narsalarga qo'shimcha qilib yana o'zinikini qo'shdi, ko'p narsa o'rgatdi. Endi hali bizda yana vaqt bor, Kanavaro bilan hali ko'p muddat ishlamadik, shuning uchun hali baho berishga erta deb o'ylayman. To'g'ri, yaxshi o'yinlar o'tkazdik uni qo'lida Misr terma jamoasiga, Eron terma jamoasiga qarshi, lekin bular baribir o'rtoqlik turnirlari, o'rtoqlik o'yinlari, ko'p narsani baribir shu jahon chempionatida, undan so'ng Osiyo chempionatida ko'ramiz, Xudo xolasa, lekin bemalol ayta olaman, jamoamizga ko'p narsa bera oladi. Noto'g'ri tanlov emas, 100% to'g'ri. Menimcha yo'q, chunki albatta biz undan oldin Katanisni, Timur akadan oldin Katanisni ketishini xohlamagandik, lekin uni sog'lig'i bilan muammo bo'lgani uchun jamoadan ketishga majbur bo'ldi. Undan so'ng Timur aka keldilar, Timur aka bilan zo'r ishladik, jahon chempionatiga chiqdik. Kanavaro kelishini ham baribir federatsiya rahbariyati xohladi. Hozirgi holatda o'zini oqlayapti deb ayta olaman, kelajakda yana ko'ramiz. Jahon chempionatiga chiqqan o'yinimiz, shu Birlashgan Arab Amirliklarida bo'lgan o'yin, final qushdagi chalingandan so'ng qanday hissiyotlar kechgan? Rustam aka. Siz jurnalist sifatida, men o'zim futbolchi sifatida hamma har xil his qiladi o'z aslida, lekin o'sha holatdagi narsani boshqalarda bilmadim, men so'z bilan ta'riflab bera olmayman. Hatto hozir o'sha holat haqida gapirsam yoki jahon chempionatiga chiqqanimiz haqida gapirsam, badanimda anaqa titrash bo'ladi-da. Ichimdan bu narsani sezaman o'zim. Shuning uchun buni so'z bilan ta'riflash juda qiyin, lekin bu unutilmas xotira, ko'zimizga yosh kelgan, bu narsa butun xalqimizni kutgan narsasi bo'lgan. Nafaqat xalqimizni, kerak bo'lsa xalqimizdan ko'proq o'zimiz kutganmiz, chunki biz o'sha maydonda bo'lganmiz, o'zimiz mehnat qilganmiz. Shuning uchun bu narsa unutilmas tarixga aylandi. Bu tarixda qoladi. Har gapirilganda yana bir aytaman, hayajon qaytalanadi. Xuddi shunaqa. To'g'ri. Keyingi savolim, Rustam aka, jahon chempionatidagi raqiblarimiz haqida biz K guruhidan joy oldik va aytish mumkinki, shu Yevropaning, Amerika qit'asining eng nomdor jamoalariga qarshi to'qnash keladigan bo'ldik. Portugaliya va Kolumbiya, va uchinchi raqibimizni ham nima deydi, oson raqib deb bo'lmaydi. Ular ham baribir bir-biriga daraja jihatdan yaqin va nima deydi, noqulay raqib. Shu raqiblar haqida fikringiz bilan tanishmoqchi edim. Har bir guruh o'ziga yarasha kuchlik. Hech qaysi guruhda, mana bu guruhga tushsak bizga osonroq bo'ladi deya olmaysiz. Siz ham mana misol uchun jahon chempionatiga chiqqan har bir terma jamoa shu dunyoning eng kuchli terma jamoalari. Biz o'sha yerga bordikmi, har qanday terma jamoa bilan tengma-teng kurashishga, maydonga chiqdikmi, kerak bo'lsa g'alaba qozonishga, borimizni berishga majburmiz. O'sha holat, o'sha darajaga chiqdikmi, o'sha darajani tushirmasdan o'zimizni, vatanimizni munosib himoya qilishga majburmiz. Birinchi o'rinda. Shuning uchun terma jamoa raqib tanlash, menimcha jahon chempionatiga chiqqandan keyin bu noto'g'ri. Lekin raqiblarimizga keladigan bo'lsak, Portugaliya, buni hamma biladi, qanaqa terma jamoa, kimlar o'ynaydi u yoqda, kim bosh murabbiy, uni ta'riflash ham kerak emas. Portugaliya bilan ham kurashamiz. Hech kim bizni balkim Yevropada boshqalar outsider deyishi mumkin, lekin o'zimiz jamoaning ichida biz outsidermiz deb aytmaymiz, chunki maydonga chiqdikmi kurashamiz. Kolumbiya bilan keladigan bo'lsak, Kolumbiya bilan ham xuddi shu gap. Kolumbiya ham juda kuchli jamoa. Yulduzlarga ega, o'zini nima deydi, necha yillardan beri har jahon chempionatida ishtirok etadigan, munosib ishtirok etadigan terma jamoa. Lekin ulardan ham qo'rqmaymiz. Chiqamiz maydonda, borimizni beramiz, qo'limizdan, oyog'imizdan kelgan hamma ishni qilamiz, o'yindan so'ng rezultatni ko'ramiz. Xo'sh, uchinchi jamoa katta ehtimol bilan Nigeriya bo'lsa kerak. Hozir Kongoni chetlatishmoqchi. Nigeriya jamoasi ham juda kuchli. Aytganimdek, maydonga chiqamiz, kurashamiz, jang qilamiz. O'yindan keyin hisobni ko'ramiz. Terma jamoadagi faoliyatingiz davomidagi eng alamli o'yin qaysi bo'lgan? Katta ehtimol bilan Toshkentdagi Saudiya Arabistoniga qarshi o'yin bo'lsa kerak. 3-2 mag'lubiyati bo'lgan. Dastlab g'alaba qozona turib Paxtakor stadionida bo'lgan. Keyingisi ham Saudiya Arabistoniga qarshi Saudiyada bo'lgan o'yinda 3-0 yutqazganmiz. Shu ikkita o'yin juda og'ir bo'lgan, alamli bo'lgan. Bizni jahon chempionatidan qisman mahrum qilgan. O'sha holatda ham, o'sha yil ham jahon chempionatiga chiqish imkoniyatimiz yaxshi edi, jamoamiz, tarkibimiz zo'r edi. Lekin nasib qilmagan. O'sha o'yinni alamli deb ayta olaman. Adashmasam o'tgan yili Ashurmatov Junior nomli maktabga asos soldingiz.
Shu maktab haqida ham ma'lumot bersangiz, bu maktabga o'qish, kirish tartibi qanaqa, pullikmi, bepulmi va bu qaysi manzilda, qanaqa tartibda o'sha o'quv jarayonlari olib boriladi? To'g'ri aytdingiz, o'tgan yili jamoamiz Ashurmatov junior maktabimiz ishga tushdi. Yetarli bolalar bor hozir. Kundan kunga rivojlanishga harakat qilyapmiz. To'g'ri biz Bunyodkor yoki Paxtakor, Lokomotiv akademiyalari bilan hozirda teng kela olmaymiz, lekin buni tan olib aytish kerak. Lekin shularga intilgan holatda jamoamizni maktabimizni kuchaytirishga, rivojlantirishga harakat qilyapmiz. Jamoamizga, maktabimizga kirish muammosiz. Albatta pullik, xususiy bo'lgani uchun pullik qilishga majburmiz. Toshkentda, Namanganda va hozirda Angrenda filiallarimiz bor. Hammasi to'liq o'zini yo'li bilan, endi o'zini yo'li bilan deganda Toshkentdagi murabbiylar yo'nalish ko'rsatishadi. O'sha yo'nalish bo'yicha barcha filiallar o'sha yo'nalish bo'yicha ketadi. Xo'sh, agar jamoamizda yaxshi futbolchilar, yosh futbolchilar, talantli futbolchilarga, misol uchun Paxtakor akademiyasidan yoki Bunyodkor, Lokomotiv akademiyalaridan taklif bo'lib, qiziqish bo'ladigan bo'lsa, biz ularni muammosiz u jamoalarga berishga tayyormiz. Faqat bizga bo'ladigan narsa, biz futbolchilar bilan shartnoma tuzamiz, maktab futbolchilarimiz bilan shartnoma tuzamiz. PFL ro'yxatidan o'tkazamiz. Keyinchalik professional futbolchi bo'layotganda, transferlar bo'layotganda birinchi jamoasi Ashurmatov junior bo'lishini xohlaymiz. Maqsadimiz shu. Demak, professional murabbiylar u yerda ish olib boradi, Ashurmatov juniorda va qabul qilinish shartlari qanaqa u yerda? Qabul qilish shartlari necha yoshdan boshlanadi? 4-5 yoshdan hozir bolalarimiz bor. 4-5 yoshdan 11-12 yoshgacha qabullarimiz bor. Aytib o'tganimdek, Toshkentda, Oqtepa va Sergelikda filialimiz bor, Namanganda va shu bilan Angrenda filiallarimiz bor. Kimda xohish bo'lsa, bemalol borib yoki nomerlarimiz bor, raqamlarimiz bor, Instagram sahifalarimizda, Telegram sahifalarimizda qo'ng'iroq qilib bemalol kelishlari mumkin. Omad tilaymiz maktabning faoliyatiga ham. Hozirgi kunda O'zbekistonning eng yaxshi futbolchilaridan, eng yetakchi futbolchilaridan birisiz deya ayta olamiz va mana shu darajaga chiqishingizda tog'angiz o'sha Baxtiyor Ashurmatovning roli qanday? Rollari juda ham katta. Sababi ularga havas qilib, ularga intilib futbolchi bo'lganmiz albatta. Yoshligimizda har bir o'yinlarini kuzatganmiz. Albatta shu bilan qatorda, misol uchun, yoshligimda o'zim hujumchi bo'lganman-da. Ularga qiziqqan holatda keyin himoyaga o'tishga qaror qilganman. Shuning uchun juda ham katta rollari, buni inkor qilib bo'lmaydi. Doim menga o'z maslahatlarini berganlar, yordamlarini berganlar. Ba'zida xatolarimni aytganlar, ba'zida kerak bo'lsa maqtaganlar, lekin buni inkor qilib bo'lmaydi, juda ham katta rollar. Agar balki tog'am futbolchi bo'lmaganda, men ham futbolchi bo'lmasdim, balki. Ha, tushunarli. Hayotda nimagadir erishganingizda, qaysidir yaxshi klublarda to'p tepganingizda shunaqa gapirgan insonlar ham bo'lganmi? Bu Baxtiyor Ashurmatovning jiyani, bunga nima deydi? Ko'p vakolatlari bor bu bolani degan bir gap so'zlar bo'lgan. Ba'zi kommentlarda bo'lgan bo'lishi mumkin, lekin deyarli bo'lmagan deb ayta olaman, chunki tog'am futbolchi bo'lganlari bilan, murabbiy bo'lganlari bilan Bunyodkor akademiyasiga o'z kuchim bilan kirganman, terma jamoalariga o'z kuchim bilan kirganman. Buni maqtanib aytmoqchi emasman, unday emasligini tushuntirmoqchiman, xolos. O'z kuchim bilan kirganman. To'g'ri aytib o'tganimdek, xatolarimni, kamchiliklarimni aytib, qayerdadir menga to'g'ri yo'nalish ko'rsatgan bo'lishlari mumkin, lekin har bir joyga o'zim kuchim bilan kirganman. Boshqalar nima deyishdan qat'iy nazar bu narsa o'zgarib qolmaydi. Futbol sizga nima berdi va hayotingizdan nimalarni olib qo'ydi? Futbol menga hamma narsa berdi. Bitta narsadan tashqari doim oilamdan uzoq bo'ldim. Faqat shuni olib qo'ydi desak bo'ladi. Hamma narsa, misol uchun, uy joy deymizmi, mashina deymizmi, budjet taraflama ham yaxshi, misol uchun, sog'liq tomonlama ham menga ko'p narsa berdi. Misol uchun, butun dunyoni ko'rdim. Qo'limdan kelgancha oilamga ko'rsatdim. Misol uchun, lekin ko'p hollarda doimiy ravishda oilamdan uzoq bo'ldim. Chiroyli yaxshi kunlarda, tadbirlarda, tug'ilgan kunlarda bo'lishi mumkin. To'ylarda oilam davrasida bo'la olmadim, misol uchun. Bu narsa juda ham qiyin. Buni futbolchi bo'lganlar albatta yaxshi bilishadi. Bu juda ham qiyin. Yaxshi kunlarda, xursandchilik kunlarda oilangiz bag'rida albatta bo'lish xohlaysiz, lekin bu imkonsiz. Lekin futboldan ko'p narsa oldim.
Agar qaytadan yana nimadir kasb tanlash kerak bo'lsa, o'ylamasdan yana futbolni tanlagan bo'lardim. Aytmoqchi bo'lmoqchisizki, futbolni olganlardan ko'ra berganlari ko'proq sizda. Ko'proq. Keyingi savolim Rustam aka, siz bilan bog'liq bitta intervyu juda ham bir yoqimli, tabassumli eslanadi. Bu qorli final, o'sha Osiyo Kubogidagi chempionlikdan keyin bergan intervyungiz. O'shanda ingliz tilida zo'r gapirgansiz va undan keyin ham o'sha paytdagi Rustam Ashurmatovdan hozirgi Rustam Ashurmatovning ingliz tili darajasi ancha yaxshilanib qolgan bo'lsa kerak, to'g'rimi? Inglizcha intervyu olasiz. U paytda endi ingliz tilini endi o'rganayotgan paytim bo'lgan. Emotsiyada bo'lganmiz. Ana qo'rquv hissi ham bo'lmaganda, kelishganda mayli o'zimni sinab ko'raman degan narsa bo'lganda, boshlaganmanda xitoylik jurnalist savol berganda, ularda bilsiz aksent bo'ladi. Tushunish biroz qiyin. Ham tez gapirganda tushunmaganman. O'sha holatda shunaqa kulgili holat kelib chiqqan, lekin hozir ancha yaxshi. Undan keyin ko'p qizig'i o'sha vaqtda o'zi intervyu beryapsiz, emotsiyadasiz va jamoadoshlaringiz bu yerdan qor otib intervyuni ham daldala qilib. Emotsiya bo'ladi, qiziq holat bo'ladi. Bu normal holat. Esingizda bo'lsa, jahon chempionatiga chiqqanimizdan so'ng Abbosmidi yoki Eldor intervyu berayotganda ham Abduqodir suv otib o'tadi. Bu normal holat. Faqat kayfiyat uchun bo'lgan holatlar, faqat yaxshi nima deydi, narsalar bilan eslanadi. Bu unutilmas xotira desangiz to'g'ri bo'ladi. Futbolga endi kirib kelayotgan o'sha yosh futbolchilarga til bilish futbol uchun qanchalik muhimligi haqida ham biroz so'zlab o'tsangiz Rustam. Agar endi futbolchi, har bir futbolchi o'z aslida o'sha top jamoalarda, Yevropada, chet el jamoalarida o'ynashni orzu qiladi. Busiz iloji yo'q. Maqsad qo'yish kerak. Agar maqsad qo'yilmasa, yaxshi futbolchi bo'lmaydi. Bu aniq. Shu maqsad qo'ydimi, orzu qildimi, ingliz tili kerak ekan. Nimaga? Baribir agar yaxshi futbolchi bo'lmoqchi bo'lsangiz, chet el jamoalarida o'ynamoqchi bo'lsangiz kerak. Baribir bir kun chiqasiz. Borganda o'zingizni erkin his qilish uchun, murabbiylar bilan osonroq muloqot qilish uchun, futbolchilar bilan yengilroq munosabat qilish uchun albatta ingliz tili kerak bo'ladi. Qaysi davlatda bo'lishingizdan qat'iy nazar, misol uchun, hatto mana Eron bo'ladimi, vaqti kelsa mana Rossiya bo'ladimi, u yerda ham bilsangiz juda ham ko'p legionerlar, futbolchilar, shuning uchun ingliz tili juda ham kerak. Qaysi davlatda bo'lishingizdan qat'iy nazar ingliz tili sizni olib chiqib ketadi. O'zbekiston chempionati start oldi. O'zbekistonda jamoalar nima deydi, har yilgidanda kuchliroq, tarkiblari optimal, katta murabbiylar ishlamoqda klublarimizda. Umuman bu yilgi chempionatimizda qaysi jamoalarni favoritlar qatorida ko'rasiz? Chempionlik uchun kimda imkoniyat qanday? Shu haqida ham fikrlaringiz bo'lsa. Favoritlarimiz aniq. Neftchi, Paxtakor, Navbahor. Endi Andijon yomon boshladi, lekin chempionat boshida Andijonni ham favorit deb qo'shgan bo'lardim. Shu 4 ta jamoa favorit deb ayta olaman shu 4likka. Kutilmaganlik faktori qaysi jamoada yuqori? Ya'ni siz undan katta natija kutmaysiz, lekin aytib bo'lmaydi, yaxshiroq natija endi katta desak balkim noto'g'ri bo'lar, lekin yaxshiroq natijani Dinamodan kutgan edim. Omadsiz boshlashdi. Menimcha hali ular ham o'yindan o'yinga qo'shishadi va o'zlarini oldingi yilgi holatlariga, sport formalariga qaytsa kerak deb o'ylayman. Ular ham shu favoritlar qatoriga qo'shsak bo'ladi, baribir yaxshi jamoa yig'ilgan. Bizning oldinda O'zbekiston Super Kubogi finali kutmoqda. Paxtakor Neftchi Andijonda bo'lib o'tadi bu o'yin. Bu o'yin bo'yicha nima deydi? Prognozlar, taxminlar, jamoalarning imkoniyatlari haqida. O'yindan so'ng o'zimning fikrim Neftchi favorit deb hisoblayman. Nimaga? 3 ta o'yinda 3-0 bu tasodif deb hisoblamayman. Bitta o'yin bo'lishi mumkin, ikkita o'yin bo'lishi mumkin, lekin 3 ta o'yin yirik hisobda bu tasodif bo'lishi qiyin. Jamoa yaxshi shakllangan, murabbiy ham munosib ishlayapti deb o'ylayman. O'zim shaxsan tanishmasman murabbiy bilan, lekin nima deydi, yosh murabbiy bo'la turib, yulduz futbolchilarni shunaqa darajada o'ynatish ham bir mahorat. Shuning uchun Neftchi favorit. Paxtakor ham yomon o'yin o'tkazmayapti. Oxirgi Navbahorga qarshi o'yin bo'lgandan tashqari ham o'yin Andijonda bo'ladi. Muxlislar Neftchiniki ko'proq bo'ladi deb hisoblayman. Shuning uchun Neftchi
90 minut ichida o'yinni hal qilsa kerak. Keyingi savolim Yevropa futboliga oid. Yaqindagina Real Madrid va Manchester City o'rtasida o'yin bo'lib o'tdi. Biz uchun bu o'yin juda ham muhim edi, chunki hamyurtimiz to'p tepada. Jamoalar ikki xil kayfiyatda kelishgandi bu o'yinga. Realda yo'qotishlar, Manchester City esa o'yindan o'yinga qo'shib optimalroq kelgandi bu o'yinga. Lekin natija umuman kutilmagan bo'ldi. Siz kutganmidingiz bu natijani? Shu haqda men o'zim ham kutmagan edim. Bitta narsani aytaman futbolchi sifatida sizga. Qanaqa tarkib bo'lishidan qat'iy nazar, bitta o'yinga har qanaqa holatda munosib tayyorgarlik ko'rsa bo'ladi-da. Misol uchun uzoq o'yinli mana chempionatlarda qiyin. Misol uchun bitta o'yin yaxshi o'ynaysiz, keyingi o'yin o'xshamasligi mumkin, shunaqa. Lekin Chempionlar Ligasi bitta ikkita o'yindan iborat. Keyingi etapga chiqish uchun, misol uchun bitta o'yinga har doim har qanaqa tarkib bilan munosib tayyorgarlik ko'rsa bo'ladi. Real Madrid buni ko'rsata oldi. Men o'zim ham kutmagan edim. 3-0 bunaqa yirik hisob, misol uchun. Albatta men o'zim Real Madrid muxlisiman-da. Kutmagan edim. Yutishini xohlagandim, lekin bunaqa bo'lishini nafaqat menimcha Realda o'zi ham kutmagan, Arbelo ham kutmagan bo'lsa kerak. Juda omadli start bo'ldi o'yin boshida. Undan keyin hisobni ikkinchi taym o'yinni hisobni saqlab qolishdi. Agar Vinicius ham gol urganda, umuman nuqta qo'yilardi. Nuqta ham qo'yilardi, Angliyaga borishmasa ham bo'laverardi. Hozir intriga bor. Intriga bor. Va Manchester City'ning super comeback'iga ishonayotganlar bor. Ishonayotganlar bor. Men lekin bunga ishonmayman. Juda qiyin. Agar Real Madrid yana bir gol uradigan bo'lsa bo'ldi, bu nuqta bo'ladi katta ehtimol bilan. Shuning uchun 3 ta hisobda yutishi juda ham qiyin. Balkim Manchester City yutishi mumkin. Albatta Abduqodirga muxlislik qilamiz. Nima deydi? Jamoasi yutishini kerak bo'lsa, jamoani eng zo'rlaridan bo'lishini xohlaymiz, lekin bu 3-0 katta hisob. O'zi joriy mavsumdagi Yevropa Chempionlar Ligasida qaysi jamoa g'olib bo'lishini taxmin qilyapsiz demoqchi edim. Menimcha endi javobi ham aniq, ha? Realga muxlislik qilar ekansiz. O'zi taxmin qilish uncha yoqtirmayman, lekin muxlislik qilaman. Real Madrid. Ha. Tushunarli. Rustam aka, savollarim tugadi. Endi bizda blitz qismi bor. Qisqagina javob berib o'tib ketasiz. Siz bilan ishlagan eng qattiqqo'l murabbiy kim bo'lgan? Samvel Babayan. Hozirgi kunda jahon futbolidagi eng kuchli himoyachi sizningcha kim? Abduqodir Husanov. Bu o'zbek bo'lgani uchun emas. Oxirgi o'yinlardan kelib chiqib xulosa. Faoliyatingiz davomida sizga qarshi o'ynagan eng kuchli hujumchi kim bo'lgan? Suares va Cavani. Siz uchun ayni vaqtdagi dunyoning eng yaxshi futbolchisi? Yoki Mbappe yoki Yamal. Shu savolning davomi siz uchun ayni vaqtdagi jahonning eng yaxshi murabbiyi kim? Hozirgi holatda men uchun Guardiola. Rustam aka, demak ikkinchi blitz qismimiz o'zbek va jahon futbolchilaridan, ularning turli jihatlaridan kelib chiqib eng yaxshilarini tanlashingiz kerak. O'zbekistonliklardan boshlaymiz, ha? Bo'ladi. O'zbekistonlik eng yaxshi o'ng oyoq futbolchisi. O'zbekistonlik eng yaxshi chetda o'ynayotgan bo'lsa ham bo'laveradi. Hayır, farqi. O'zbekistonlik bo'lsa bu. Jaloliddin Masherov. Chap oyoq. Jamshid Iskandarov. Boshda eng yaxshi o'ynaydigan futbolchi. Husnidon Aliqulov. Jismoniy jihatdan eng kuchli futbolchi. Abduqodir Husanov. Texnikasi eng yuqori. Abbos Fayzullayev. Eng tezkor. Abduqodir Husanov. Yuqori IQ egasi. Jamshid Iskandarov. Va siz uchun O'zbekiston tarixidagi eng yaxshi futbolchi? O'zim ko'rganlarim ichida Odil Ahmedov. Xuddi shu versiyani jahon futbolchilaridan tuzamiz. Jahon futbolidagi eng yaxshi o'ng oyoq futbolchisi. Kylian Mbappe. Chap oyoq. Yamal bo'la qolsin. Bosh. Holland deylik. Jismoniy jihatdan eng kuchli futbolchi. Holland. Texnikasi eng yuqori. Yamal. Eng tezkor futbolchi. Abduqodir Husanov. Yuqori IQ egasi. Pedri. Va siz uchun jahonning umuman ko'rgan, shu paytgacha ko'rgan futbolchilaringiz orasida eng yaxshi Men uchun Cristiano Ronaldo. Aka, rahmat ajoyib suhbat uchun, vaqt ajratganingiz uchun tashakkur. Sizlarga rahmat taklif uchun, e'tibor uchun. Dasturimiz so'ngida o'z muxlislaringizga, O'zbekistonlik futbol muxlislariga qandaydir fikrlar bo'lsa, marhamat. Hammaga rahmat. Shunaqa bizni sizlarni kuzatayotganlar uchun rahmat. Ramazon oyi muborak bo'lsin, kelayotgan hayit ayyomlari muborak bo'lsin. Nima deymiz? Jahon chempionatiga borganimizda ham munosib qo'llab-quvvatlashsa, biz faqat xursand bo'lamiz va qo'limizdan kelgan o'zimizni kuchimiz yetgan darajada borimizni berishga va'da beramiz. Jahon chempionatidagi munosib ishtirokdan so'ng siz bilan yana mana shunaqa formatda suhbatlar qilish bizga ham nasib qilsin. Rahmat, salomat bo'linglar.